Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan mazali shirinlik tayyorlaymiz. Buning uchun to'g'rachamizga margarin, shakar, kakao, tuxum, asal va ozgina choyni suvda solib, parnoy baniyada bir xil massa bo'lguncha eritib olamiz. Uni solib yumshoqqina xamir qorib tindirishga qo'yamiz. Tingan xamirlarimizni olib, list barobar qilib chiroyli qilib yoyamiz va o'rtalovda pishirib olamiz. Qo'shlarimiz mana hammasi pishib chiqdi, tayyor bo'ldi. Endi kremni tayyorlaymiz. Qozonchaga shakar, tuxum, kraxmal, sut solib bir xil massa qilib gazda quyilguncha aralashtiramiz. Tayyor bo'lgan massamizni olib margarin solib aralashtirib qo'yamiz. Alohida idishimizga esa qaymoq solib quyultirib olamiz va boyagi to'g'rachadagi kremimiz bilan aralashtiramiz. Tayyor bo'lgan kremimizni sovigan qo'shlarımizga birin-ketin surib chiqamiz. Ustimizni solib surib chiqamiz. Uning ustiga yana krem surib, glazur quyamiz va bir tekisda surib olamiz. Xolodilnikka bir kunga qo'yib qo'yamiz. Yumshab, ichiga kremlar o'tib mazali bo'ladi. Yoqimli ishtaha.